Sizni 200% ga yoqimtoyroq ko'rsatuvchi 10 ta hiyla. Ushbu videoda do'stlashishni noyob formulasini va yoqimtoylikni bir necha oddiy usullarni ko'rib chiqamiz. Har qanday inson bilan qanday til topishni bilishni istaysizmi? Diqqat qiling. 10-si. Avvalo boshingizni yonga eging. Ayollar erkaklarga nisbatan tez-tez boshlarini yonga egishlarini sezganmisiz? Xuddi shunday usulni erkaklar biznesda o'zlarining ustunliklarini ko'rsatish uchun qo'llaydilar. Norasmiy muloqotda boshni yonboshga egish ishonchni anglatadi. Agar shunday qilsangiz, suhbatdoshingizga chindan ham u so'zlayotgan mavzuga qiziqayotgandek tuyuladi. Biroq ko'zlaringizni turli tomonga qaratib, boshingizni orqaga olishdan qochishingiz kerak. Agar bunday harakat hazil tariqasida amalga oshirilsa ham, bunday harakatdan ko'pincha adovat tushuniladi. Mimikangizni rivojlantiring, qoshlaringizni o'ynating. Bugungi kunimizda qoshlar juda ham muhim. Shuningdek, ular suhbatdoshga ayrim signallarni yuboradi. Masalan, yangi insonlar bilan tanishuvda qoshlarni yuqoriga ko'tarish ijobiy munosabat. Bu ularga tajovuzkorlikdan xoli ekaningizni anglatadi. Miya ushbu signalni 2 metr masofadan his qiladi va bu insonni miya muloqotda yoqimli inson sifatida qabul qiladi. Agar siz yaxshi bilmagan insonni yoqtirsangiz, unga masofadan qoshlaringizni ko'targan holda tezkor xabar yuboring. Faqat qoshlaringizni o'ynab yoki norozi qiyofada nigohingizni uzoq qaratib turmang. Bu suhbatdoshingizni faqatgina xavotirga qo'yishi mumkin. 8-si. Lablaringizni ishtirokisiz jilmayishni o'rganing. Agar miya samimiy jilmayishni aniqlaganda, unga javoban jilmayishga majbur qiladi va shodlikka sabab bo'luvchi endorfin gormonini ishlab chiqara boshlaydi. Bunday yoqimli tajriba odamlarni muloqot qilishga undaydi. Haqiqiy tabassumdan ko'z atrofida ajinlar paydo bo'ladi. Yonoqlar va og'zining burchaklari ko'tariladi. Bunday jilmayishni soxtalashtirish uncha ham qiyin emas. Shunchaki biror yoqimli yoki kulguli voqeani eslash kifoya. Sovuq nigoh va soxta jilmayish hech kimni jalb qilmaydi. 7-si. Minnatdorchilikka arzimaydi jumlasini unuting. Hech qachon ko'rsatilgan xizmatga arzimaydi demang. Buning o'rniga meni o'rnimda siz ham xuddi shunday qilgan bo'lar edingiz deng. Bunday tasdiq o'zaro hurmatni yuzaga keltiradi. Inson sizga minnatdorchilik bildirish uchun biror yaxshilik qilishni xohlaydi. Hech qachon kimdandir biror maslahat yoki tanlovda yordam berishini so'rashdan tortinmang. Biz boshqalar uchun muhimligimizni his qilishni yoqtiramiz, chunki bu bizning o'zimizga bo'lgan ishonchimizni ko'taradi. 6-si. Pichirlashga o'ting, sababsiz urg'u bering. Muloqot vaqtida noqulaylikni oldini olish uchun suhbatdoshingizning so'nggi so'ziga yengil hamdardlik bildiring. Bu suhbatni davom ettirishning va noqulaylikni oldini olishning oddiy usuli. Pichirlash muloqotning juda yaqin shakli hisoblanadi. Shuning uchun tanishuvni yangi darajaga ko'tarish uchun vaqti bilan ayrim so'zlarni pichirlab so'zlab turing. Ta'sirini kuchaytirish uchun sirlashayotgandek suhbatdoshingiz tomon ozgina egiling. Suhbatdoshingiz ham sizni yaxshiroq eshitish uchun beixtiyor siz tomonga egiladi. Bu holat suhbatdoshingiz bilan yaqinlanishga yordam beradi. Ammo siz oraliq masofani kattalashtirib yoki o'rindiqqa suyansangiz, harakatlaringiz teskari natija berishi mumkin. Agar endigina tanishgan bo'lsangiz, bu ortiqcha. 5-si. Insonlarni o'zlarini maqtashga imkon bering. Xushomad qilishning eng yaxshi usuli bu suhbatdoshingizni o'zini maqtashga imkoniyat berishdir. Suhbat chog'ida suhbatdoshingizdan yutuqlari yoki xizmatlari haqida gapirib berishini iltimos qiling. So'ng hayratingizni namoyon qiling. Siz chindan ham bularga o'zingiz erishdingizmi? Qanday qilib uddaladingiz? Bunday savollar insonni o'zini maqtashga sabab bo'ladi. Natijada u o'zini yaxshi his qiladi va mamnun bo'ladi. Shuningdek, siz suhbatdoshingizga 3-shaxs tomonidan xushomad qilishingiz mumkin. Masalan, umumiy do'stingiz uni maqtaganini aytishingiz mumkin, ammo unutmangki, xushomad insonning yutuqlari va xizmatlariga qaratilmagan, balki tashqi ko'rinishi va qobiliyatiga qaratilgan bo'lsa, u ko'pincha yaltoqlanishni bildiradi. Insonlar qiynalib erishgan yutuqlarini boshqalar sezishlarini yaxshi ko'rishadi. Bunday xushomadlar ancha yoqimliroq, to'g'rimi?
To'rtinchisi, suhbatdoshingiz oldida xatolarga yo'l qo'ying. Suhbat vaqtida suhbatdoshingiz sezishi uchun bilib turib xato qiling. Qat'iyatsizlik namoyon qiling va suhbatdoshingizga buni to'g'rilashga imkon bering. O'zini haqligini his qilish kimga yoqmaydi? Suhbatdoshingiz o'ziga nisbatan yanada ishona boshlaydi va siz ham inson ekanligingizni anglaydi va sizni noqulay holatingizni tushunishga harakat qiladi. Shu joyda o'xshashlik prinsipi ishga tushadi. Umumiy tomonlaringiz qancha ko'p bo'lsa, shuncha ko'p muloqot qilasiz va bir-biringizga yaqin bo'lasiz. Faqat me'yoridan oshirib yubormang. O'zingizni o'ta nochor va ahmoq qilib ko'rsatmasligingiz kerak. Uchinchisi, birga bo'lgan vaqtingiz idishlarga e'tibor bering. Muhim ma'lumotlarning 70% ovqat vaqtida ma'lum bo'ladi. Suhbatdoshingizning bu vaqtdagi harakatlari uning hissiyotlari va yoqtirishlarini namoyon qiladi. Agar suhbatdoshingiz idishlarni stolga devor qurayotgandek ko'ndalang qilib qo'ysa, bu uning masofa saqlamoqchiligini bildiradi. Yeguliklarni birgalikda baham ko'rish esa do'stona munosabatni anglatadi. Shuning uchun uning yeguligidan tatib ko'rishga ruxsat so'rab ko'ring. Hamma ham bunga rozi bo'lavermaydi, ammo bu kichik surbetlik yaqinroq bo'lishga imkon yaratadi. Albatta to'satdan bunday qilish yaramaydi. Qulay paytni topganingiz ma'qul. Ikkinchisi, suhbatdoshingizning lablarini kuzating. Suhbatdoshingiz lablarini qo'llariga tekizayotgan bo'lsa, bu uning uyalayotganini bildiradi. Noqulay savol berganingizda yoki suhbatdoshingizga yoqmagan savol berganingizda shunday hol yuz berishi mumkin. O'z vaqtida xatoingizni to'g'rilash uchun bunday harakatlarga e'tiborli bo'ling. Shuningdek, ko'z qorachiqlari orqali kerakli signallarni yuborishni o'rganib olish foydadan xoli emas. Bizning miyamizga suhbatdoshimizning kengayotgan qorachiqlari yoqadi, chunki bu qiziqish va yoqtirishni bildiradi. Kimgadir yoqishni xohlaysizmi? Bu juda oson. Uni nimqorong'i restoranga taklif qiling yoki unga diqqat bilan boqing va ko'z qorachiqlaringizni kengaytiring. Bu ko'zlaringizni yanada to'qroq qilib ko'rsatadi. Norozi nigoh, qattiq qisilgan lablar, esnash, jirilgan burun kabi harakatlardan qochganingiz ma'qul, chunki bunday mimikalar suhbatdoshingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchisi, agar vaziyat silliq kechmasa, filmlarni yodga oling. Noodatiy, ammo juda foydali maslahat. Yaxshi filmlar ko'p narsa o'rgatadi. Ko'pincha insonlar bir-birlariga bir qancha vaziyatlar va qarama-qarshiliklardan so'ng yoqa boshlaydilar. Bunday munosabatlar asta-sekin bir maromda rivojlanib, munosabatlardan mustahkamroq bo'ladi. Bu qonuniyat kino sohasida mashhur bo'lib, avvaliga qahramonlar bir-birlariga dushman bo'lishadi. Asta-sekin bir-birlarini yaxshiroq o'rganadilar. Keyin eng inoq do'stlar yoki sevishganlarga aylanishadi. Bunday filmlarni diqqat bilan tomosha qiling. Bunday filmlarda qiziqarli tavsiyalar juda ham ko'p. Sizni o'zingizga xos jalb qiluvchi hiylalaringiz bormi? Agar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.